Hozir men sizlarga miyaga tegishli 4 ta asosiy afsonalarni aytib beraman. Afsuski bu afsonalarga hali ham odamlarning katta qismi ishonadi. Birinchi afsona bu miyani ishlash foizlari. Ko'pchilik miya 4%, 10% va hokazoga ishlaydi deyishadi. Yo'q, bunaqa ma'lumot noto'g'ri. Miya 100% ga ishlaydi. Potensialni nazarda tutilyapti, yana bir baloni deb yana nimadir deyishadi, bahona topishadi. Yo'q, miya 100% ga ishlaydi. Hamma tomonlama. Buni neyrofiziologiyani tushungan inson biladi. Bilmaganlar baribir kirib olib kommentlarda yo'q bunaqa emas, bunaqa emas va hokazo deb yozish mumkin. Aslida olganda bu ma'lumotni tagi yolg'onga borib taqaladi. Bu haqda alohida xudo xolisa rolik qilaman. Eng qizig'i shundaki, 75% aholi hali ham miyani foizlari haqidagi afsonani to'g'ri deb bilishadi. O'zbekistonda menimcha bu 90% bo'lsa kerak. Ikkinchi afsona chapaqaylar bilan o'naqaylarning aqliy faoliyati har xilligi. Bu Roger Sperry bir paytlar o'tkazgan tadqiqotlardan boshlangan, xato bo'lgan tadqiqotlar xulosasi. Chapaqaylar bilan o'naqaylar, ya'ni qaysi qo'lingizni qimirlatishingiz aqliy faoliyatingizga hech qanaqa ta'siri yo'q, hech qanaqa daxli yo'q va bu narsani afsuski ko'pchilik fakt deb o'ylaydi va ko'pchilik adashadi. Nerv tiklanishi haqida yana bitta afsona, ya'ni ilgari o'qituvchimiz so'kardi. "Ey, men asabimizmi, men nervlarimni tiklaman." Nerv tiklanar ekan, bu narsa nervgenez deydi va nervlar gipokampda xususan tiklanadi. Ya'ni katta jarohat olsangiz tiklanmasligi mumkin, lekin umumiy olib qaraganda asabiy tizimdagi nervlar, neyronlar tiklanish xususiyatiga ega. Keyingi afsona juda ham kulgili afsona, lekin meni hayratlanarli, meni hayratga soladigan joyi shundaki, bu narsaga ko'pchilik haqiqatan ishonadi. Bu miyani tortishish kuchi, ya'ni nimadir o'ylasangiz shu narsa sizga tortilishi. Bu yerda men даже komment qilib o'tirmayman. Bunga ishonadigan dodiklar ham bor haqiqatan ham. Shuning uchun har bitta ma'lumotni qayta tekshirish men sizlarga tavsiya qilaman. Meni gapimga ham ishonish kerak emas, meni gapimni tekshirish kerak. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Paka-paka.